Assalomu alaykum, hurmatli ustozimiz Sayraxonim Qoziyevani podpischiklari. Sayraxon bugun uxlamaysizlar dasturida mehmondalar. Lekin hozir bitta yangilik aytib qoldilar. Ya'ni aynan Sayraxon Qoziyeva o'zlarining Instagram bloglarida muxlislari uchun konkurs e'lon qildilar. Hozir shu narsani Umidaxon siz gapiring, men sal xijolat bo'lyapman deyaptilar. Sababi ozgina o'zlaridan sovg'alar qo'yibdilar, azizlar. Juda bir-biridan chiroyli liboslar, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin sohibalariga sovg'alar bor ekan. Buning uchun shunday shart ekan. Ya'ni Ayva degan qo'shiqlarini o'zingizlarning chiroyli istoriyalarga qo'yib, mana shu qo'shiq qo'yilgan qaysi istoriya eng chiroyli ball to'plasa yoki bo'lmasa like to'plasa yoki bo'lmasam Sayraxonni o'ziga ko'yniga o'tirsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi qilib belgilab ekanlarda hamda o'zlaridan zo'r sovg'alar sizlarga taqdim etadi. Albatta. O'shaning uchun tezroq otni qamchilaylar azizlar. Ayva qo'shig'ini tezroq istoriyaga joylab, o'zingizlarni bir qiziqarli bo'lgan voqealaringizdan qo'yib, tagiga chiroyli qilib Ayva qo'shig'ini va uliysizlarmi, montaj qilasizlarmi, nimalardir qilib, nima qilsanglar ham chiroyli istoriya qilib Sayraxonni dayretga jo'natsanglar, ya'ni o'zlarini belgilab, ularning ichidan tanlab olar ekanlar. Sayraxonni nomidan 3 ta libos, 3 ta o'rin sohibasiga taqdim etiladi. Что там плавает? Shunday.